Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Xo'p, eshiklarimiz nalichkalari barerga tayyor bo'ldi. Xudo xolasa bular gulni ochib jilvirlandi. Bular nashinilari. Bitta sherigimiz torat qilyaptilar, ishlar yaxshi yurmayotgani uchun torat qilib yuboradi. Xo'p, bu eshigimizni sapajoylari 9 ga 30 lik bo'ladi. 1.6 lik qalinlikda. Eshigimizga qanaqa barer sepiladi deganlarga ikki xil barer bor. Oq svetli barer bor, keyin besvetli barer bor. Biz oq svetli barerdan ishlatamiz. Keyingi astarimiz tezroq yopish uchun. Tayyorlanishini tushuntirib o'taman. Xo'p, men yerda mana yozib qo'ygan. 1 kiloga masalan 100 gram, 1 kiloga 250 gram atviditel qo'shiladi. 400 gram rastvaritelь qo'shiladi. 200 tinnerda bo'lishi kerak rastvaritelь. O'shanda qurishi yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa, jilvirlaganda jilviringiz to'lib qolmaydi qumga. Hozir buni video qilib sepishni ham joylaymiz, kuzatib boringlar. Hop, mana nalichkamizni 5 donasiga sizlarga sepib ko'rsatdim. Hozir bu tarafda hammasini sepib ko'rsatguncha videoda vaqt cho'zilib ketib qoladi. Sepilgan holati barerda. Birinchisi gullarga sepilib olinsa, 2 qator. Keyin sepilganda beti bilan sepilsa, gullarga nisbatan ko'proq tegsa yaxshiroq jilvillanadi.
keyin oqib ketib qolmaydi kraskalarni. Iloji boricha shunaqa qilib birinchi guliga sepib olib, bitta selgitib, keyin sepsalaring chiroyli chiqaveradi ishlang. Xudo xolasa tayyor bo'ldi barirdan. Endi buni ham quritib, kamida 5-6 soat quriydi issiqroq havoda, keyin zo'r jilvillanadi. Kanalimizni kuzatib borlar, kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Like, komment doim kutib qolamiz.